Pensiya guvohnomasi ko'pchilik uchun faqat bitta qog'oz yoki plastik karta, men pensiyadaman degan tasdiqdek ko'rinadi. Lekin men bugun sizga juda muhim narsani aytaman. Bu guvohnoma faqat pensiya olish uchun emas. Ko'p joylarda huquq, imtiyoz, chegirma va himoya vositasi sifatida ishlaydi. Eng achinarlisi, ko'p pensionerlar yillar davomida o'zlariga tegishli imkoniyatlardan foydalanmaydi, chunki ularga hech kim tushuntirmagan. Bugungi video har bir oilaga tegishli. Chunki har birimizning uyimizda ota-ona, buvi va nogironligi bo'lgan yaqinimiz yoki pensiyaga chiqishga yaqin inson bor. Men sizga pensiya guvohnomasining hech kim ko'p gapirmaydigan 9 ta yashil imkoniyatini tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ayrim bandlar real pulni tejashi, ayrimlari esa hujjat ishlarida katta muammoning oldini olishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday amaliy ma'lumotlarni men sodda tilda, hayotiy misollar bilan tushuntirib boraman. Oldin pensiya guvohnomasi asosan qog'oz shaklida bo'lardi. Inson pensiyaga chiqqanidan keyin pensiya bo'limidan guvohnoma olardi. Keyin uni dorixonaga, poliklinikaga, transport kassasiga yoki ayrim tashkilotlarga ko'rsatardi. Ko'p joyda hamma narsa qo'lda tekshirilardi. Ism, familiya, tug'ilgan sana, pensiya turi, berilgan sana. Agar muhr yaxshi ko'rinmasa, rasm eski bo'lsa yoki guvohnoma yirtilgan bo'lsa, odam ortiqcha sarson bo'lardi. Hozir esa vaziyat o'zgaryapti. Davlat xizmatlari elektronlashyapti. Ma'lumotlar bazalari bir-biriga ulanmoqda. Bank kartalari orqali pensiya to'lanmoqda. Ayrim imtiyozlar avtomatik tekshirilmoqda. Lekin mana shu o'zgarishning ichida bitta muammo bor. Tizim yangilangan, ammo ko'pchilikning tushunchasi eski holatda qolgan. Odamlar guvohnomani faqat pensiya pulini olish hujjati deb o'ylaydi. Aslida esa u sizning ijtimoiy maqomingizni tasdiqlaydi. Ya'ni siz oddiy fuqaro sifatida emas, davlat tomonidan alohida himoya qilinadigan toifadagi shaxs sifatida murojaat qila olasiz. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Bir pensioner dori-darmon uchun oyiga 400 ming so'm sarflaydi. Lekin o'z hududidagi imtiyozli dori ro'yxati borligini bilmaydi. Boshqa bir pensioner kommunal to'lovlar bo'yicha yordam so'rash huquqiga ega bo'lishi mumkin. Ammo bu faqat urush qatnashchilariga beriladi deb o'ylab, umuman murojaat qilmaydi. Yana biri sanatoriy yo'llanmasi borligini eshitgan, lekin tanish bilishsiz bo'lmaydi deb hujjat topshirmaydi. Demak, asosiy muammo guvohnomada emas, undan qanday foydalanishni bilmaslikda. Pensiya guvohnomasi poliklinika, shifoxona, ijtimoiy dorixona yoki tibbiy komissiyada sizning yoshingiz va ijtimoiy holatingizni tasdiqlash uchun kerak bo'ladi. Ayniqsa pensionerda surunkali kasallik bo'lsa, masalan, qandli diabet, qon bosimi, yurak kasalligi, bo'g'im og'rig'i, ko'z muammolari bo'lsa, ayrim hududlarda imtiyozli ko'riklar, tahlillar yoki dori ta'minoti bo'yicha dasturlar bo'lishi mumkin. Masalan, 6-7 yoshli ota bir oyda qon bosimi dorisiga 560 ming so'm, qand dorisiga 220 ming so'm, yurak dorisiga 160 so'm sarflasa, jam 560 ming so'm bo'ladi. Agar poliklinikada uni dispanser nazoratiga olib, ma'lum dorilar bo'yicha imtiyozli ro'yxatga kiritish imkoni bo'lsa, xarajatning bir qismi kamayishi mumkin. Bu hammaga bir xil beriladi degani emas. Kasallik turi, shifokor xulosasi, hududdagi tartib va mavjud ro'yxat muhim. Lekin birinchi qadam har doim bir xil. Pensiya guvohnomasi. Pasport yoki ID karta, ambulator karta bilan oilaviy shifokorga borish. Ko'p pensionerlar sanatoriy deganda darhol qimmat dam olish maskanini tasavvur qiladi. Aslida ayrim toifadagi pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, mehnat faxriylari yoki tibbiy ko'rsatmasi bor fuqarolar uchun sog'lomlashtirish yo'llanmalari bo'yicha navbat va tartiblar mavjud bo'lishi mumkin. Bu yerda pensiya guvohnomasi sizning maqomingizni tasdiqlaydi. Hayotiy misol. 7000 yoshli ayolda bo'g'im og'rig'i kuchli, yurishda qiynaladi. Shifokor unga davolovchi muolajalar kerakligini aytadi. U sanatoriyga pulim yetmaydi deb yuradi. Lekin mahalladagi ijtimoiy xodim yoki tibbiyot muassasasi orqali yo'llanma masalasini so'rasa, kamida navbatga turish, tibbiy xulosa olish, tegishli komissiyadan o'tish imkoniyati paydo bo'ladi. Bu bugun topshirdim, ertaga ketdim degan emas. Navbat bo'lishi mumkin, hujjat so'ralishi mumkin, ammo murojaat qilmagan odam hech qachon ro'yxatga tushmaydi. Transport masalasi hududga qarab farq qiladi. Ayrim shaharlarda, ayrim toifalar uchun jamoat transportida chegirma, bepul yurish yoki maxsus karta tartibi bo'lishi mumkin. Bu yerda eng katta xato shuki,
Odamlar bir shaharda ko'rgan imtiyozni butun respublikaga bir xil deb o'ylaydi. Yoki aksincha o'z hududida bor imkoniyatni baribir yo'q deb so'ramaydi. Masalan, Toshkentda yashaydigan pensioner bilan kichik tuman markazida yashaydigan pensionerning transport imkoniyatlari bir xil bo'lmasligi mumkin. Yana bir misol, 65 yoshli ayol har kuni poliklinikaga qatnaydi. Haftasiga 4 marta avtobusga chiqadi. Bir tomonga 2000 so'm to'lasa, borib kelish 4000, haftasiga 16000, oyiga 16000 so'm. Agar unga chegirmali transport kartasi yoki ma'lum yo'nalishda imtiyoz tegishli bo'lsa, kichik summa emas. Pensiya 2 million so'm bo'lgan odam uchun 6-7 ming so'm ham oziq-ovqat yoki dori pulidir. Pensiya guvohnomasi ko'pincha moddiy yordam, subsidiya, ijtimoiy xizmat yoki kommunal to'lovlarda yengillik masalalarida qo'shimcha tasdiqlovchi hujjat sifatida so'raladi. Men bu yerda alohida ta'kidlayman. Har bir pensioner avtomatik ravishda kommunal to'lovdan ozod bo'ladi degan noto'g'ri tushuncha yo'q. Lekin kam ta'minlanganlik, yolg'iz yashash, nogironlik, boquvchisiz qolish, uy-joy sharoiti og'irligi kabi holatlar bo'lsa, pensiya guvohnomasi umumiy paketning muhim qismi bo'ladi. Masalan, yolg'iz yashaydigan 72 yoshli buvi bor. Pensiyasi 20 million 1 ming so'm. Qishda gaz, elektr, suv, chiqindi, dori-darmon, oziq-ovqat xarajatlari birlashganda pul yetmaydi. U mahallaga borib, menga yordam kerak deb aytishi mumkin. Lekin og'zaki aytish yetarli emas. U o'zida pasport, pensiya guvohnomasi, pensiya miqdorini tasdiqlovchi ma'lumot. Uyda kimlar ro'yxatda turgani haqida ma'lumot. Agar kasalligi bo'lsa, tibbiy hujjatlarni tayyorlasa, murojaat ancha jiddiy ko'riladi. Hozir pensiyali ko'pincha bank kartasiga tushadi. Bankka borganda pensiya guvohnomasi ayrim hollarda sizning doimiy daromad manbaingiz borligini tasdiqlashda yordam beradi. Masalan, karta almashtirish, ishonchnoma bilan pensiya olish, mobil ilova ulash, karta blokdan chiqarish. Bankomat yutib qolgan kartani qayta olish, kredit yoki bo'lib to'lash masalalarida pensioner maqomi ahamiyatli bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda ehtiyot bo'lish kerak. Pensionerlarning eng katta xatolaridan biri. Karta pin kodini begona odamga aytish, telefonga kelgan SMS kodini aytish, pensiyangizga qo'shimcha pul tushiramiz degan firibgarlarga ishonish. Pensiya guvohnomasi sizga huquq beradi. Lekin firibgarlar uchun ham sizni nishonga aylantirishi mumkin. Agar kimdir telefon qilib, guvohnomangiz raqamini ayting, kartangizni tekshiramiz desa, bu shubhali. Davlat idorasi yoki bank xodimi telefon orqali pin kod, SMS kod so'ramaydi. Pensiya yoshidagi odamlar ko'pincha meros, vasiyatnoma, uy-joy hadya qilish, ishonchnoma berish, pensiyani boshqa odam orqali olish kabi masalalarda notariusga boradi. Pensiya guvohnomasi bu jarayonda asosiy hujjat o'rnini bosmasligi mumkin. Chunki shaxsni tasdiqlash uchun pasport yoki ID karta kerak. Lekin pensioner maqomi ayrim holatlarda muhim ma'lumot sifatida ko'riladi. Masalan, 78 yoshli ota o'g'liga uyini hadya qilmoqchi. Men bunday holatda har doim ehtiyot bo'lishni maslahat beraman. Chunki hadya shartnomasi tuzilgach, mulk boshqa odamga o'tib ketadi. Keyin otam men baribir shu uyda yashayman deb o'ylagan bo'lishi mumkin. Lekin huquqiy jihatdan vaziyat o'zgaradi. Pensiya guvohnomasi uning yoshi, ijtimoiy holati, daromad manbai haqida tasavvur beradi. Lekin eng muhimi, u hujjat mazmunini tushunib, imzo qo'yayotganini aniq bilish kerak. Agar pensioner savodsiz bo'lsa, ko'zi yaxshi ko'rmasa, eshitishi qiyin bo'lsa, notariusdan matnni to'liq o'qib berishni talab qilish kerak. Ko'p davlat idoralari, shifoxonalar, banklar yoki xizmat ko'rsatish joylarida keksa yoshdagi insonlarga alohida e'tibor berish amaliyoti bor. Bu har doim katta banner bilan yozib qo'yilmasligi mumkin. Lekin pensiya guvohnomasi bilan siz men pensionerman, uzoq kutish sog'lig'imga og'ir, iloji bo'lsa ustuvor tartibda ko'rib berib bering deb madaniyatli so'rashingiz mumkin. Masalan, 69 yoshli erkak pensiya masalasi bilan idoraga bordi. Navbatda 35 kishi turibdi. Uning qon bosimi bor, uzoq tik turishi xavfli. U janjallar qilmasdan xodimga pasporti va pensiya guvohnomasini ko'rsatib, holatini tushuntirsa, ko'p joyda yordam berishadi. Alohida o'tirishga joy ko'rsatishadi. Qabul vaqtini aytishadi yoki arizasini tezroq olishadi. Bu imtiyozdan foydalanish uyat emas. Chunki keksa odamning sog'lig'i oddiy qulaylik emas. Xavfsizlik masalasidir. Bu band juda muhim. Chunki ko'pchilik pensionerlar soliq imtiyozlari haqida faqat mish-mishlar orqali biladi. Ayrim toifadagi pensionerlar nogironligi bo'lgan shaxslar, urush va mehnat faxriylari.
o'quvchisini yo'qotganlar yoki boshqa ijtimoiy guruhlar uchun mol mulk solig'i, yer solig'i yoki boshqa mahalliy to'lovlar bo'yicha yengilliklar bo'lishi mumkin. Bu imtiyozlar hamma uchun bir xil emas. Qonunchilik va mahalliy tartiblar o'zgarib turadi. Shuning uchun men har doim aytaman, eshitdim bilan emas, soliq organi yoki davlat xizmatlari orqali rasman tekshiring. Hayotiy misol. 6 yoshli pensionerning kichik hovlisi bor. U har yili soliq to'laydi. Lekin o'ziga tegishli chegirma bor yo'qligini hech qachon tekshirmagan. Bir kuni qo'shnisi aytadi, u esa mening hujjatim yetmaydi deb o'ylaydi. Aslida tekshirish uchun ko'p narsa shart emas. Pasport, pensiya guvohnomasi, kadastr hujjatlari, STIR yoki JSSSR ma'lumotlari bilan soliq idorasiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilinadi. Agar imtiyoz tegishli bo'lsa, keyingi hisob kitobda farq seziladi. Agar tegishli bo'lmasa ham, hech bo'lmaganda odam aniq javob oladi. Eng yashirin va eng muhim imkoniyatlardan biri shu. Pensiya guvohnomasi sizga pensiya tayinlanganini ko'rsatadi, lekin pensiya to'g'ri hisoblanganini kafolatlamaydi. Ko'p odamlar pensiya chiqqan kuni qancha belgilansa, umr bo'yi shuni taqdir deb qabul qiladi. Aslida mehnat staji, ish haqi ma'lumotlari, arxiv hujjatlari, harbiy xizmat, bolalar parvarishi davri, zararli ish sharoiti, boshqa imtiyoz davrlarına to'g'ri kiritilgan yoki umuman hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Masalan, erkak kishi 25 yil zavodda ishlagan, lekin zavod yopilgan, arxiv hujjatlari topilmagan. Pensiya tayinlashda faqat 15 yil staj hisoblangan. Natijada pensiya oyiga deylik 200 ming so'm ham chiqishi mumkin. Bir yilga bu 2 milyon 400 ming so'm, 5 yilga 12 milyon so'm degani. Yana bir misol, ayol kishi 3 farzand tarbiyalagan, turli davrlarda ishlagan, lekin mehnat daftarchasida ayrim yozuvlarni aniq. Agar u arxivdan ma'lumot topib, pensiya organiga qayta hisoblash bo'yicha ariza bersa, pensiya miqdori o'zgarishi mumkin. Har doim oshadi deb va'da bermayman, lekin tekshirtirmaslik eng katta xato. Agar siz pensiyaga yangi chiqqan bo'lsangiz, albatta guvohnomangizdagi ma'lumotlarni tekshiring. Ism, familiya to'g'rimi? Tug'ilgan sana to'g'rimi? Pensiya turi to'g'ri ko'rsatilganmi? Hujjat raqami va berilgan sana bor yo'qligini qarang. Chunki kichik xato keyin bankda, poliklinikada yoki davlat xizmatida muammo chiqaradi. Agar sizning pensiyangiz juda kam bo'lsa, lekin ish stajingiz uzoq bo'lgan bo'lsa, pensiya hisob kitobini qayta tekshirtirish kerak. Ayniqsa Sovet davrida ishlaganlar, korxonasi yopilganlar, mehnat daftarchasi yo'qolganlar, ish haqi arxivi boshqa tumanda qolganlar bu masalaga befarq bo'lmasin. Agar siz yolg'iz yashasangiz, farzandlaringiz boshqa shaharda yoki chet elda bo'lsa, mahalla va ijtimoiy xizmatlar orqali qanday yordamlar borligini so'rang. Pensiya guvohnomasi bu yerda sizning asosiy ijtimoiy maqomingizni ko'rsatadi. Agar siz sog'lom, farzandlaringiz yoningizda, pensiyangiz yetarli, hujjatlaringiz to'liq, hech qanday imtiyozga muhtoj bo'lmasangiz ham, guvohnomani yaroqli holatda saqlang. Chunki bugun kerak bo'lmasligi mumkin. Ertaga shifoxona, notarius, bank yoki ijtimoiy yordamda zarur bo'lib qoladi. Birinchi nozik jihat, pensiya guvohnomasi hamma joyda pasport o'rnini bosmaydi. Ba'zi pensionerlar rasmiy bor-ku deb o'ylaydi. Yo'q, shaxsni tasdiqlash uchun odatda pasport yoki ID karti talab qilinadi. Guvohnoma esa pensiya oluvchi maqomini tasdiqlaydi. Demak, muhim joyga borayotganda ikkalasini ham oling. Ikkinchi nozik jihat. Guvohnomadagi ma'lumot eskirgan bo'lishi mumkin. Familiya o'zgargan, hujjat yirtilgan, rasm tanib bo'lmaydigan darajada eski, muhr o'chgan bo'lsa, uni almashtirish masalasini so'rash kerak. Yuribdi-ku deb yurish bank yoki shifoxonada rad javobiga olib kelishi mumkin. Uchinchi nozik jihat, imtiyozlar avtomatik berilmaydi. Ko'p odam agar menga tegishli bo'lsa, o'zlar aytar deb o'ylaydi. Afsuski, amaliyotda har doim ham shunday emas. Siz murojaat qilasiz, hujjat topshirasiz, ariza yozish shundan keyin ko'riladi. Murojaat bo'lmasa, tizim sizning muammoyingizni bilmasligi mumkin. To'rtinchi nozik jihat. Barcha pensionerlar bir xil toifada emas. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi, imtiyozli pensiya, harbiy yoki idoraviy pensiya bo'lishi mumkin. Har birining huquq va qo'shimcha imkoniyatlari farq qilishi mumkin. Shu sababli qo'shningiz olgan imtiyozni siz ham olasiz yoki siz olganini boshqasi oladi deb aniq aytib bo'lmaydi. 5-nozik jihat. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Pensiya guvohnomangizni yangilab beramiz. Qo'shimcha pul chiqaramiz. Sanatoriyga navbatsiz yuboramiz.
soliqdan butunlay ozod qilamiz deb pul so'raydiganlar uchrab turadi. Rasmiy to'lov bo'lsa, kvitansiya bo'ladi. Davlat xizmatlari markazi, bank, notarius, soliq organi kabi rasmiy joylarda to'lang. Qo'lga pul berib, hal qilib beraman degan odamga ishonmang. 6-nozik jihat, ishonchnoma masalasida ehtiyot bo'ling. Pensioner kasal bo'lsa yoki yuri olmasa, pensiyani boshqa odam olib berishi uchun ishonchnoma rasmiylashtirilishi mumkin. Lekin ishonchnoma kimga berilayotgani, muddati, vakolatlari juda muhim. Hamma ishlarimni qilsin degan keng vakolatli hujjat ba'zan xavfli bo'lishi mumkin. Faqat zarur vakolatni zarur muddatga bering. Birinchi qadam, pensiya guvohnomangizni toping va holatini tekshiring. Rasm ko'rinadimi? Yozuvlar o'qiladimi? Familiya va ism to'g'rimi? Pensiya turi aniqmi? Agar guvohnoma yo'qolgan bo'lsa yoki yaroqsiz bo'lsa, pensiya organi, davlat xizmatlari markazi yoki tegishli rasmiy idoradan uni tiklash tartibini so'rang. Ikkinchi qadam, alohida papka tayyorlang. Men har bir pensionerga bitta oddiy papka qilishni maslahat beraman. İchiga pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi nusxasi, bank karta ma'lumotlari yozilgan varaq emas. Balki bank shartnomasi yoki hisob raqami bo'yicha rasmiy ma'lumot, mehnat daftarchasi nusxasi, tibbiy xulosalar, kadastr hujjatlari nusxasi, soliq to'lovlari bo'yicha ma'lumot, mahalla bilan bog'liq arizalar nusxasini joylang. PIN kod va SMS kodlarni hech qachon papkaga yozib qo'ymang. Uchinchi qadam, poliklinikaga boring va oilaviy shifokordan so'rang. Mening yoshim va kasalliklarim bo'yicha imtiyozli dori, bepul ko'rik, dispanser nazorati yoki sanatoriyga tavsiya olish imkoniyati bormi? Shu savolni aniq bering. Umumiy menga nima bor desangiz, javob ham umumiy bo'ladi. Kasallik nomini, dorilar ro'yxatini, qancha pul ketayotganini ayting. 4-qadam, mahallaga murojaat qiling. Ayniqsa yolg'iz yashasangiz, pensiyangiz kam bo'lsa, kommunal to'lovlarda qiynalsangiz, uyda parvarishga muhtoj bo'lsangiz, mahalla raisi, xotin-qizlar faoli, hokim yordamchisi yoki ijtimoiy xodimga yozma yoki og'zaki murojaat qiling. Mening sharoitimni o'rganib, mavjud yordam turlari bo'yicha tushuntirish berishingizni so'rayman deb ayting. Imkon bo'lsa, arizani yozma qoldiring va nusxasini saqlang. 5-qadam, soliq va kadastr masalasini tekshiring. Agar uyingiz, hovlingiz, yer uchastkangiz bo'lsa, soliq idorasiga yoki davlat xizmatlari markaziga borib, pensioner sifatida sizga biror yengillik tegishli yoki yo'qligini so'rang. Hujjatlar: pasport, pensiya guvohnomasi, kadastr hujjati, soliq to'lovchining identifikatsiya ma'lumotlari. Agar javob og'zaki bo'lsa ham, aniq qaysi asos bilan tegishli yoki tegishli emasligini so'rang. 6-qadam, pensiya hisob kitobingizni tekshirtiring. Agar sizda shubha bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limiga ariza bilan murojaat qiling. Arizada shunday yozish mumkin: menga tayinlangan pensiya miqdorini mehnat stajim, ish haqi ma'lumotlarim va mavjud hujjatlar asosida qayta tekshirib berishingizni so'rayman. Ilova sifatida mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotlari, ish joyidan ma'lumotnomalar, harbiy xizmat yoki boshqa davrlarni tasdiqlovchi hujjatlarni qo'shing. 7-qadam, har qanday rad javobini hujjatlashtiring. Agar sizga mumkin emas deyishsa, xotirjam so'rang. Iltimos, qaysi hujjat asosida mumkin emasligini tushuntirib bering. Zarur bo'lsa, yozma javob so'rang. Chunki og'zaki rad javobi bilan hech narsa isbotlab bo'lmaydi. Yozma javob bo'lsa, keyin yuqori tashkilotga murojaat qilish, xatoni tuzatish yoki masalani qayta ko'rib chiqish osonlashadi. 8-qadam, farzandlaringiz bilan gaplashing. Ko'p pensionerlar hujjat ishlarida qiynaladi, lekin bolalariga aytmaydi. Farzandlar esa ota-onam hammasini biladi deb o'ylaydi. Men tavsiya qilaman, bir kun ajrating, barcha hujjatlarni birga ko'rib chiqing. Muddati o'tgan yoki yaroqsiz hujjatlar bormi? Pensiya qayerga tushadi? Qanday dori ichiladi? Qaysi imtiyozlar tekshirilgan? Hammasini tartibga soling. Bu oilaviy mas'uliyat. 9-qadam, yangiliklarni rasmiy manbalardan tekshiring. İnternetda juda ko'p noto'g'ri xabarlar yuradi. Barcha pensionerlarga falon pul beriladi. Guvohnomani almashtirmagan pensiyasiz qoladi. Hamma bepul sanatoriyga ketadi kabi xabarlar odamlarni chalg'itadi. Har doim rasmiy idora, davlat xizmatlari markazi, pensiya jamg'armasi, soliq organi yoki mahalla orqali aniqlang. Pensiya guvohnomasi oddiy hujjat emas. U tibbiyotda, ijtimoiy yordamda, sanatoriy masalasida, transportda, bankda, notariusda, soliq yengilliklarini tekshirishda, navbat va qabul jarayonida, eng muhimi pensiya
hisob kitobini qayta ko'rib chiqishda sizga kerak bo'lishi mumkin. Men sizga bugun 9 ta yashirin imkoniyatni tushuntirdim, lekin eng asosiy fikr bitta. Huquqdan foydalanish uchun uni bilish, so'rash va hujjat bilan tasdiqlash kerak. Agar siz pensioner bo'lsangiz, bugun guvohnomangizni tekshiring. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularga bu ma'lumotni tushuntiring. Agar pensiyaga chiqishga yaqin bo'lsangiz, hozirdan mehnat staji, ish haqi va arxiv hujjatlaringizni tartibga keltiring. Kommentariyada yozing. Siz pensiya guvohnomasi orqali qaysi imtiyoz yoki imkoniyatdan foydalangansiz? Qaysi masalada qiynalyapsiz? Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga albatta obuna bo'ling.